Men ham marketingga uchdim. Дать удачу и найти золото в Соколов и Sunlight. Они... Я увидела, что сейчас многие делают компакинг. Я, как самая настоящая жертва маркетинга, Я думаю, вы уже поняли, что это. Это у нас от Соколов. У меня их 5 штучек. нужно даже Ya'ni Sokolov brendidan hozir yangi yilda juda ham zo'r aksiya ketyapti. Kattalarni Kinder surprizi desa bo'ladi. Mana shunaqa korobkalarda yopilgan holatda har xil rangli surpriz box narxi 199 ming so'm. Ichida 200 ming, 300 mingdan qimmat bo'lgan kumush uzuklar, ziraklar yoki kumush brasletlar chiqadi. Siz nima chiqqanda ham olgan narxingizga kuymaysiz. Buni men rossiyskiy blogerlarda ko'rib, bugun qiziqib oldim. O'zimga mana shu rangni tanladim. Qaranglar. Kiyimimga ham, pomadamga ham men yaxshi ko'rgan rang hisoblanadi. Tavakkaliga oldim. Bilasizlarmi ichidan nima chiqdi? Kelinglar birgalikda ochamiz. Buni sotib olasiz, ochgandan keyingina bilasiz. Kelinglar birgalikda. Tada! Wow! Dahshat! Men yurakchali narsalarni yaxshi ko'raman. Qaranglar rangini. Juda ham xohlagandim boshqalarda ko'rganimda. Mana shu yurakchalik podveska yoki uzuk chiqishini. Uzugi vashi zo'r ekan. Hozir chiqarib olamiz. Ko'rsataman sizlarga. Bunaqa uzuklar toshi ham kattagina ekan. Sokolov brendida, bu brend hisoblanadi, bilasizlar, rossiyskiy brend. Bu kumush. Mana plombalari ham bor. Qaranglar. Uzugi razmerini qo'llaringizga moslab olsanglar bo'ladi. Ya'ni bir xil aytadi, voy uzukda razmer qayerdan bilinadi deb. Chiroyligini qaranglar, qanaqa kattagina, o'sha chiroyli. Toshi ham zo'r. Endi xudo xolasa buni ziragini bemalol olishi mumkin, komplekt bo'lishi uchun. Bunaqa uzuklar 500 mingdan qimmat turadi. Ishonmasanglar solishtirib ko'ringlar. 199 ming so'mga men 500 minglik narsani oldim. Zo'ra. Sizlar ham omadinglarni sinab ko'ringlar. Nima chiqqanda ham baribir yutqizmaysizlar, chunki siz to'lagan narxdan ko'ra qimmatroq narsa tushadi. Mana bu qo'limga zo'r tushdi.